Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari va Hunarmand TV muxlislari. Mana yana bir ishimiz o'z yakuniga yetdi. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi ishimiz. Polni MDF, patolog, aboy, patkulch remont qilib berdik. Mana kunduz sovug'ida pechka bilan yoqib, aboylarni quritib oldik. İşlarimiz yoqqan bo'lsa like bosasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha xizmatdamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Patolog narxlariga keladigan bo'lsak, ustahaqi materiali hamma narsasi ichiga 470 ming so'mdan bitgan. 470 ming ichida mana MDF, orstiklo, svetlari, galagenchalar, lyustra hamma narsasi shuni ichiga kiradi. Ustahaq o'rnatib berishlari hammasi shuni ichiga kiradi. Shu turishiga 470 mingdan. Mana shu xonamiz patologi 660 ga 310 xonamizga общий 8 millionlab pul ketdi. Aboylarimizni mana 50 mingdan yopishtirganmiz. Bir sulay rodbin bo'lganida, rodbinimiz yaxshi bo'lmagan sababli ustidan yana bir sulay rodbin bilan qilganmiz. Usta qilib ketgan bo'lgan devorni rodbinni. Shundan sabab ne qilib berdik. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat hammaga.